Aziz obunachilar, Tojikiston vinograd obunachilari Tursunzorda shahrida yana bozori katta bo'lib boryapti. Qurilishlar davom etilyapti. Hozir ko'rishingiz mumkin. Mana bozor qurilishlari davom etyapti. Mana texnikalar ishlayapti. Mana texnikalar soyabonlari qurilyapti. Keyin yo'laklar ham bor. Mana asfaltlar qilingan. Bir tarafı posyolka, keyin birinchi mana Komsomol nimasi shu yerga, keyin Toychiga chiqib ketadi. Mana bu rastalar, mana sotiladigan meva-chevalar rastalar. Mana rastalar, mana hammasi порядке rastalar. Mana rastalar. Mana meva-cheva olamini desangiz, tarvuz ham bor ekan. Bu yerda tarvuzlar, piyozlar. Mana bu yerda mana optoviy joyi, mana furalar, keyin piyozlar, kartoshkalar sotilyapti. Kartoshkalar, piyozlar sotilyapti. Qaraganda mana keyin bu yerda kesa bo'ladi, arqa tarafida yo'li bor. Mana rastalar. Ajoyib. Qurilishlar ajoyib bo'lgan. Kartoshkalar narxi 5 so'm, 6 so'm ekan. 5,5 so'mdan ham bor ekan. Mana tarvuz qovunlar ham sotilyapti bu yerda. Tarvuz qovunlar. Pomidor bolgarskiy deysizlarmi? Pomidor bolgarskiy deysizlarmi? Mana bu yerda ham gazellar qo'yilgan. Ajoyib. Mana mevalar. Zardoli deysizmi, shaftoli deysizmi? Chiqdi bozorimizga. Nima ekan asosan shu yerda bor. Mana bu yerda bo'lsa soyabon bo'lyapti bu yerda ham. Qurilishlar hali davom etilyapti. Mana qurilishlar hali davom etilyapti. Mana texnikalar ham bor. Texnikalar. Mana bu yerdan ham chiqib kelsa bular bu zdaniya, oxirgi zdaniya, tepadagi oxirgi zdaniya уже qurilib bitir bo'lgan, remontlar ham bo'lgan. Shart-sharoitlari bor. Как положено. Hammasi. Mana bu yerda mana ko'prik ham уже bitibdi. Mana bu yerda bemalol ko'prikda o'tib ketaveradi texnikalar. Bu yerda ham qurilgan ekan bu yerda. Hojatxona nima qurilgan bu yerda. Adashmasam bu yerda laboratoriya bo'lsa kerak. Yo'q, bu yer pajlarnik joy ekan. Pajlarnik o'chiradigan nimasi mana bor ekan. Hojatxonalari ham, nimalar ham hammasi joyida. Mana optoviy joylar, bu optoviy joy deb bilmaganlar kelishlari mumkin. Misol uchun kartoshka piyoz oladiganlar tepa qismida u mana bu yerda to anaqa borasizlar, o'sha o'ngga burilganda rastalar bor. Rastalar. Taksilar ham shu yerda, taksilar ham Dushanbe tarafdan keladiganlar bo'lsa, Zolbatov shahridan keladigan bo'lsa, o'sha taksilar qatnaydi.
sizlarga xizmatlaringizda. Ana magazinda kilometrlar kerak bo'lsa bu. Idishlar kerak bo'lsa bu, shlang, balon, shlang. Nimaiki narsa bo'lsa shu yerda olishingiz mumkin. Hamma narsalar bor ekan bu yerda. Mana yerda projektor ham qo'yilgan mana. Projektor mana u yerda reshotka qo'ygan bu suvniki. Vodoprovod suvniki. Mana yerda bashin qo'ygan, bochka. Mashina bochka qo'ygan. Kruglosotka suv bu yerda ishlaydi. Mana bu ham yangi zontik. Hali to'la ishga tushmagan bu. Bu yerda ishga tushgan уже. Mana bu yerda esa transformatorlar bor. Transformatorlar ishlaydi bu yerda. Svet uchun. Svet o'chmaslik uchun mana yerda hojatxona ham bor. Pojarnik o'chiradigan joyi ham bor. Zdaniya bu oxirgi zdaniyaning orqa tarafida piyoz kartoshka optomobil joylari bor. Mana bu rastalar bo'lsa hali endi remont bo'lyapti. Kameralar qo'yilib, foydali bo'lib, mana choychiklar qo'yilib, pojarni o'chiradigan nimalargacha qo'yilgan. Bu yerda mana rastalar hali bu hali xudo xohlasa ishga tushsa bu ham yaxshi bo'ladi xalqqa. Juda foyda. Xalq uchun qo'yilgan. Mana bu zontik nimasi ham bor mana. Raqamlari yozilgan bularni. Keyin mana bu yerda rastalar mana. Rastalar. Sotilgan nimalar rastalar. Bemalol kelib aylanib tomosha qilib narsa olishingiz mumkin. Kiyim-kechak deysizlarmi? Nimaiki narsa bo'lsa shu yerlarda bor. Un deysizlarmi, yog' deysizlarmi, banka deysizlarmi? Shu yerlarda bor. Lekin qoidaviy hamma narsa o'shaning uchun bu narsalar sal qimmatroq, lekin tartibga olingan. Mana bu yerda mana stalovoy ham уже qurilib bitilibdi mana. Stalovoy. Mana ko'prik уже mana ko'priklar ochilgan. Mana zdaniyalar ham zdaniya bor. Xalq bor qo'ygan poselka mana. Moshin yo'lak nimasi ko'prikdan. Mana shu yerdan ham yuk kelib o'tadi. Ben zdaniyalar mana. Moshin ta'mirlaydigan joy. Hammasi bor. Diska o'ynaydigan joy ham bor ekan. Zdaniyalar, taksilar qonun qatnaydi. Mana rastalar mana. Tarafxonalar, ko'prik ustida ham bor. Bemalol mana. Samsa deysizlarmi, osh deysizlarmi, hammasi bor. Samsa Xo'ja Akbar ham bor ekan. Mana rastalar. Mana bu bozorga aylanib yurib tomosha qilishga 1 kun vaqt ketadi. Chunki o'ta katta bozor. Mana bu ham kartoshka sotadigan zontik jumasi, soyabonlar. Xalq hammasi savdolar. Salomat bo'linglar, tashakkur.